O'g'ri kelin. To'yimiz ham bo'ldi. Bu yog'iga endi faqat baxtli yashaymiz, shuna alaqa. Gilozni qo'yib turing. Mani bitta aybim bor. Sizga yetmasam bo'lmaydi. To'xtab tur, gaplashishga bema vaqtimiz bor. Soat necha bo'ldi? Soatim qani meni? Men sizga shuni aytmoqchi edim-da, o'zim bilmagan holda o'g'irlik qilib qo'yaman. To'xtab tur og'iz. Nima deysan? O'rta boya to'yinda sen bilan rasmga tushgani bordim-ku. O'shandan beri telefonim yo'q, ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, to'xtab turchi. Manga qarang, tog'aynimmi? Nimada? Voy bile. Aytdim-ku, o'zim bilmagan holda qo'lim qichib o'g'irlik qilib qo'yaman. Sal xomish qilib qo'yimiz. Nima xomish qilamiz? Keliningizni qo'li sal egriroq ekan. Vohma qilma. Ada qo'lingizni o'zingiz qani? Rostdan ham qani? Assalomu alaykum, adajon, choy olib keldim. Mana qara adamni. Mana. Shuni. Qattiq olding uni. Tushib qolgan ekan. Bilaman qanaqa tushib qolganini. Ada mana tushib qo'yibsiz-ku o'zingiz. 20 yil sovunlab yetolmasdi-ba. Qanaqa tushib qolgan ekan? Mashina olgansiz, u mashinada ketaylik. Ha, bu yangi mashina bo'lsa, hali nomer taqmaganman. Ha, ko'chada gay ko'rsa shtrafnoga tiqib qo'yadi. Ha, unda nimada ketamiz? Ana taksi chaqirib qo'yganman, yur kelgan. Xotin, men seni Manhattanning Chinozor filialiga olib kelganman. Mana futbolkalarni qaragin, narxi atiga 99 ming so'm ekan. Hamma ranglari, razmerlari bor ekan. Futbolkani yarashib turishini qaragin menga. Siz uni buni qo'ying, yoz kitobchalarini qarang. Hammasi atigina 99 ming. Barsovkalar esa atigina 100 ming so'm. Bularning har xil ranglari va razmerlari ham bor. Xotin, bu chegirmalar 5, 6, 7 iyul kunlari Manhattan do'konlarining hamma filiallarida amal qiladi. Adasi, men bu loshkani qarang, tingillatib yuboraymi? Sharmanda qilasan ku odamni. Undan ko'rasa nima kerak bo'lsa, mendan so'ragan pul beraman. Mana hozir ham ishlatib turishing uchun pul berib turaman. Qani cho'chingni hozir turing. Nech pul olyapsizda? Nomer taxsis mashinangizni haydasa bo'ladimi? Ha, nomer taksi bo'ldi, haydaveramiz. Unda nomer olish kerak ekan-da. Mana olga taksining puli, rahmat. Assalomu alaykum. Adasi, endi mashinangizni haydasangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Chunki taksi nomerini yechib oldim. O'g'li kelin. Gado amaki, uyimizda pulimiz yo'q, o'sha kompot ichib ola qoling. Voy, bu muzdirgini qaranglar. Ha, xotin qattiqni shuji pulni. Bu gadoydan o'g'irlab qo'ydim, o'zi bilmagan holda. Ahvoh, kelib gadoydan ham o'g'irlaysanmi? Nima qilay, xumor tutadi, xumor qo'lim qichib turadi. Qaytaraman. Kompot kosasini ham oling. Uka, puling tushib qopti. Telegramdan fayl tashladim. Oching. Tez oching. Hozir. Fayl. Katamga hamma pul yechib oldimi? Kim yechib oldi bu yoqqa? Manda. Sen bilan o'g'irlik qilmas eding-ku. Shu ba'zida virtual o'g'irlik ham qilib turaman-da. Ha, ustiga ishlaringdan o'tiribsiz. Men buni qo'ramatsam, ertalab mikserni olib kelgandim. Yo'q, hozir qayerga ketdi ekan? Hozir. Xotin, Labbek, shumi? nima gupsanikini olding buni? Xamir qorib, keyin qaytarib bermoqchi edim o'zi. Kalla, tilla qal. Mana ustaki. Qayerga ekan bu? Ey, siz bo'lmasa, menga qarang. Bu uyda o'zining qonun qoidalari bor. Eshikdan kirayotganingizda telefon bilan pulni umuman olib kirmay bu yoqqa tashlab keling tashqari. Telefon ham mumkin emasmi? Ayniqsa telefon. Charlie tushun qani? Kelin! Labbek adajon. Charlie tushun ko'rmadingizmi? Menga soq qo'ydim. Yo'q, ko'rmadim, yo'qotib qo'ydingizmi adajon, tillanmidi? Yo'q, oddiy konserv, temir edi kelin. Konservamidi. Mana adajon. Oshxonada unutib qoldiribsiz-da. Oshxonaga kirmagandim-ku. Bo'pti, yana ustiga qarang, ishni bitirib kuzatib oling. To'xtang adasi. Mana odamlarning yaxshi xarakterlari bor edi. Uyimizdagi barcha ustalarga oxiri sovg'a berardilar. Shu sovg'ani ustaga bering. Vijdonim rosa qiylandi. Buni zo'r o'ylabsan, mana desiz. O'zingiz shoshmang. Yaxshi ishlagansizga sizga sovg'amiz boramiz. iPhone-mi? Yo'q. O'zimni telefonimni ertalab yo'qotib qo'yuvdim. Uyga olib kirmadingiz telefonni. Ha, olib keldim. Demak, siz qoidani buzibsiz-da. La plaque, Marie sont adéquats. À côté de la plaque.